Zekr brendidan 7 ot kuchli motobloklar sotuvga keldi. Xo'p, videoni oxirigacha ko'rsalang, narxlari, ma'lumotlarni aytib o'tib ketaman. Bu traktorimiz benzinli varianti bo'ladi. Motorlari 170 motor bilan jihozlangan, 7 ot kuchli bo'ladi. O'zini motorda mo'ydatchilari bor. Benzin baklariga keladigan bo'lsa, benzin baklari 3 litrlik, soatiga grubiy 1 litrgacha rasxod qiladi benzin deb. Hop, bunga toza benzin quyiladi, moy aralashtirilmaydi. Moy quyiladigan joylari motordagi, korobkaniki, filtrdagi alohida bo'ladi. Hop, buni balonlariga keladigan bo'lsa, balon razmerlari 4 ga 8 balon razmerda bo'ladi. Hop, orqasida vomlari, bu vomlari ham ishlaydi, paddelka vomdan emas. Stoykalari ham ligirovka bo'ladi. Hop, rulini bo'yingizga qarab turib moslab ligirovka qilsangiz bo'laveradi. Skorlariga keladigan bo'lsa, skorlari 3 xil skorda, ikkita oldinga, bitta orqaga yuradi. Hop, mexanika variantidan bo'ladi. Sepleni, zatnilari bor. O'zini kashlokchalari ham bor qo'shimcha. Hop, bu traktorimizni komplektida qo'shib beriladigan narsasi 4 qatordan 8 qator frezasi qo'shib beriladi. Bittadan qatori ajraydi. 3 talidan 6 tali qilib ishlatsalar ham bo'laveradi. Bu traktorimizning narxiga keladigan bo'lsa, 2 900 ming so'mdan qilib beramiz. Kimga qiziq bo'lsa, pastdagi nomerlarga aloqaga chiqarasizlar.